qo'yasiz. Hamma narsaning iloji bor. Bu iste'mol bilan bog'liq bo'lganligi uchun 3 kunda odam bittagina tish yurishni o'zida odam har kuni bilmagan holatda 133 litr suv oqizib yuboradi. O'shaning uchun Instagram'ga aytilyapti, stakandan foydalanish kerak. Shunaqa tavsiyalar oldin bizga ham erish tuyulgan. Bu yerda kim xabar berdi, boshqa bo'ldi emas, u usulga qarab mashina yurishga to'xtadi. Bu jarima moliya oldin olishga yordam bergan bo'lasiz. Siz aytgandek murojaatlar bo'lsa, murojaatga asosan boramizda, o'sha chorasini ko'rdirib, sizga xabarini beramiz. O'sha siz sarson bo'lmaysiz. Agar u soatli aytgan ichimlikdan ehtiyojdan olsa, haqiqiy toza odam tirik suv ichmoqchi bo'lsangiz, ustini olib ichsangiz, eng toza suv tirik suv o'sha bo'lib hisoblanadi. O'shaning uchun kechasiga bunday qaraganda 2,5 soatgacha suv sepganda, o'shanga limit qo'ysa, o'shani sepolmaydi. Bunaqa o'zlari urib ko'radi, boshqa qiladi, lekin ular o'sha mutaxassisga uchrashasiz. Mana hozir biz raqamlarimizni beramiz. Qanday muammolar bor. Bu mavzuimiz o'sha suv ta'minoti to'g'risida bo'ldi. Suvni qanchalik tejash haqida bir qator tushunchalar keltirib o'tildi. Men bundan to'g'ri xulosalar chiqarib oldim o'zim uchun va uyga borganda va xonaga borganda ham o'sha o'zim yaqinlarimga qanday suvdan foydalanish va tejash haqida tushuncha bera olaman. Albatta bunday uchrashuvlar bizga juda ham foydali bo'ldi. Bunday uchrashuvlar yana bir qator bo'lishini ham xohlaymiz. Bugungi uchrashuvda talabalar bo'lgan uchrashuvda suv inspeksiya xodimlari bilan uchrashdik. Ular bizga ya'ni kerakli suv haqida kerakli maslahatlar, ya'ni foydali maslahatlarni berishdi. Suvdan oqilona foydalanish, undan tejamkor yo'lda foydalanish kerakligini maslahat berishdi. Ya'ni ko'p savollarga javoblar bo'ldi. Videoroliklar ular ijro etishdi, videoroliklar ko'rdik. Taqribot ishlarini kelajakda shunday chiqqanimda, masalan, ko'chaga chiqqanimda ham jo'ralarimga maslahat beraman, do'stlarimga. Keyin oila davrasida, qo'ni-qo'shnilarda hammaga maslahat beraman.